Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi videorolikimiz tabloga suv gradus chiqarish haqida bo'ladi. Buni to'liq holatda ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Kiramiz DPS programmasiga. Bobl A 133 Get control info, ya'ni 60 ta tanlab read info beramiz. Schematic nimada kirish so'rayapti. Schematic kimda nima apparat bo'lsa shundan kiraveradi. Продолжить qilamiz. Okey. Keyin bu yerda fayllarimiz bor, masalan. Birinchi tabloga kerak bo'ladigani kun gradusini chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizlarga eco completion ya'ni kiramiz. Xml faylini tanlaymiz. Masalan, bizlarda oxirgi mana 2013 9428 oxiri pin kodiga qarab turib xml faylni ham 9428 buni ichida o'zgartirib o'tirmaymiz, o'ziga tayyorlangan execute'ni bosamiz. Darrov yozib bo'ladi 20 sekundda. Keyin bu yerdan chiqib ketib Select'ga kiramiz. Bu yerda yana faylimiz tayyor bo'lib turibdi. 9428 programni bosamiz. Buni yozib bo'lgandan keyin tabloda suv gradusi chiqqan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.